ko'rib chiqamiz. Xo'p, bugungi mavzuyimiz O'rta Osiyo xonliklari harbiy aholi mudofaa tizimi 18-19 asr birinchi yarmi ruslar bosqini arafesidagi holatga kelamiz. Bu davrda O'rta Osiyo bugungi kunda 5 ta mamlakat bor: O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston va buni o'sha davrda 18-19 asrda Buxoro amirligi, Xiva xonligi, Qo'qon xonligi, ikkita xonlik, bitta amirlikdan iborat bo'lgan davlatlar mavjud bo'lgan edi. Xo'p, harbiy ko'rinishga to'xtalamiz. Demak, Buxoro amirligi 1756-yildan 1920-yilgacha yashagan, markaziy hokimiyat kuchli, amirning shaxsiy hukmronligi o'rnatilgan va uchalasi ham mutlaq monarxiya tipidagi mamlakatlar bo'lib hisoblanadi. Muntazam qo'shin 12 mingdan 40 minggacha. Nimaga sonlar ikki xil deydigan bo'lsalar, kuchaygan paytda 40 ming yoki juda zarolatga ketgan paytda, orqa inqiroz payti 12 minggacha ularni muntazam va nomuntazam qo'shin bo'lgan. Bu aynan muntazam qo'shin deyish ham to'g'ri bo'lmaydi. Endi bularda asosiy harbiy fokus e'tibor savdo yo'llarining himoyasiga va Afg'oniston bilan chegaradagi masalalarga, muammolarga qaratilgan. Buxoroning holati shu. Xivaniki 1511-yildan 1920-yilgacha ikkita sulola, Xiva Shayboniylar va Xiva Qo'ng'irotlari hukmronlik qilishgan bu davrda. Biz o'rgangan davrda Xiva Qo'ng'irotlar edi. Muhammad Amin Inoq tashkil topgan sulola. Qo'shin 10 mingdan 25 minggacha shuni atrofida bo'lgan. Bu ham shunga qarab turli davrlar turlicha. Bularning bitta harbiy holatini o'ziga xos yaxshi tarafi cho'llar va daryolar, dengizlar himoyasi bor. Masalan, shimolda Rossiya, Qozoq juzlarida juda katta qozoq cho'llari bor, Ustyurt, Latosa, Qizilqum, Qoraqum sahrolari o'tib bo'lmaydi. Otda, piyoda necha kun yursangiz ham sizda suv zaxirasi, oziq zaxirasi muammo bo'ladi. Chunki oylab yurishga bitta narsa bor. Pul savdosi ularda muhim resurs hisoblangan. Pul savdosi nimaga? Bular Eronga tez hujum qilishgan va Qozog'iston hududida o'sha juzlarni Rossiyaga olgan paytda ularni rus xorlarini asirlikka olib 20 tadan 200 tagacha har doim Xivada asirlar, rus asirlari yoki Eron asirlari saqlangan. Bundan ular harbiy siyosiy richak sifatida foydalanishgan.